Assalomu alaykum hammaga. Bugun Domrobod Residence obyektidan BM Group qurayotgan domlar haqida biroz ma'lumot berib o'tamiz. Domrobod Residence obyektimizda 5 ta blokdan iborat. Hozirgi turgan joyimiz esa 16-etaj tom yopilmasi yopilgan joyda turibmiz. Ko'pchilik odatda eng yuqori qavatni tanlamaydi. Sababi 16-qavat ustidan suv o'tish ehtimolligi yoki yomg'ir suvlari, qor suvlari yoki tashqi omillardan o'tadigan shovqinlardan xavfsiraydi. Tom yopilmalarimiz haqida biroz ma'lumot bermoqchiman. Bu turgan joylashgan joyimiz esa 16-qavatimizda ustining tom yopilmasi yopilgan holatda turibdi. Demak, bundan keyin bo'ladigan ishlarimizdan birinchi sloyda keramzit mahsuloti yopiladi. Undan keyin esa loyihaga muvofiq stяжка ishlari olib boriladi va undan keyin esa 3 sloy gidroizolyatsiya qilinadi. Shunda 2 sloy gidroizolyatsiya vazifasini bajarsa, oxirgi sloy esa qumli izolyatsiya bilan yopiladi. Bilamizki, keramzit mahsuloti juda yengil hisoblanadi. Bu esa butun konstruksiyamiz uchun, domimiz uchun esa yengillikni ta'minlaydi. Undan tashqari keramzit mahsuloti yengil bo'lishiga qaramay, issiqdan, sovuqdan, shovqinlardan saqlashga katta yordam beradi. 3-sloyimiz esa qumli gidroizolyatsiya bo'ladi. U esa oxirgi finishli izolyatsiya bo'ladi. Tom yopilmalarimizda barcha tomda yig'iladigan suvlari vodostoklar orqali obodonlashtirish uchun mo'ljallangan holatda suvlari jo'natiladi. 16-qavatimiz ustida ko'rib turgan mana bu armaturali karkasimiz esa parapet vazifasini bajaradi. Parapet beton mahsulotlaridan olingandan keyin esa fasad mahsulotlari bilan birga yaxlit bir umumiy holatga keltiriladi. Bizga alohida geodezistlar ham o'z vazifasini bajarib boradi. Har bir etajni, har bir qavatni geodezistlar belgilangan tartibda binoni tekisligi uchun 250 ga yaqin nuqtalarni berib, binoni tekis qurilib borilishi uchun xizmatini olib boradi. Hozir ko'rib turganimizda 16-qavat ishlarini ham, oxirgi ishlarini ham geodezistlar yakunlab, binoni tekisligi bo'yicha xulosalarni qilishyapti. Bizdan uy xarid qilganlar sizlarni tabriklaymiz. Sababi kundan kunga yuqoriga yetib 16-qavatlarimiz ham yopilib bormoqda. Barcha bloklarimizda beton ishlari yakunlanib bormoqda. Yana shuni aytmoqchimizki, yana sizlarga uy xarid qilganlarga yoki uy xarid qilmoqchi bo'lganlarga nima qiziq ekanligini izohda qoldirib ketsangiz, shu narsani yana taqdim qilib boraveramiz.